Assalomu alaykum. Agroto Holding kompaniyasini kuzatib borishlari mana bugun 2025-yilning 27-dekabr sanasiga ko'ra yil yakuniga qaramasdan akalarim Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidan kelib ikkita Solis 24 otishli traktorni xarid qildilar. Assalomu alaykum Faxriddin aka. Assalomu alaykum. Faxriddin aka, aynan Solis 24 otishli traktorni nima sababdan xarid qilganingizni bir og'iz aytib bersangiz. Solis traktorini oldindan kuzatib yuraman. Internet orqali juda mashhur traktorlardan biri. Bu traktorlarni afzallik tomonlari avvalambor motori, Mitsubishi yaponskiy motor bo'lganligi uchun, korobkalari ishonchli yaponskiy korobka bo'lganligi uchun xarid qilyapman. O'zingiz ham Rossiyada aynan shu traktorni ishlatib Ha, ko'rgansiz. o'zim 5 yildan beri mana shu traktorni Rossiyada haydab, texnik holatlarini ishlashni kelib turib O'zbekistonda ham Agroto Holding kompaniyasidan aynan Solis 24 otishli traktor xarid qildingiz. Shunday. Xaridingiz qutlug' bo'lsin aka, tabriklaymiz. Kimga shunaqa traktorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bizga aloqaga chiqinglar. Sizlarga sifatli traktorlar qilib beramiz.